Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xizmatlarimiz bepul bo'lishi mumkin. Sabab nimaga deyishingiz mumkin? Sababi men ish faoliyat boshlaganiga mana 30 yil bo'libdi, Xudo xolasa. Mendan oldin dadam bu do'konni ochgan edi. Dadamga 50 yil cho'p bo'ldi, rahmatli o'tib qolgan. Alloh rahmatiga olsin, duo qilib qo'yasizlar. Shu ota kasbni davom ettirmoqdamiz. Shu 30 yil bo'lgani hisobiga aprel oyi skidka qilganmiz, xalqimizga yengillik bo'lsin degan ma'noda. Mana kreditlarimizdan davom etyapti. 15-maygacha xudo xolasa zakazlarimiz bor, yana kelaverasizlar. Aksiyamiz aprel oyi ichida, endi xudo xolasa mayda ham davom ettiramiz. Sababi kreditlarimiz davom ettiraylik deyapti, foydalanib qolinglar deb turib, hozir 15-maygacha zakazlarimiz bor. Xudo xolasa kelaverasizlar, xizmatdamiz. Telefon nomerlarini pastda qoldiramiz. Xudo xolasa keyingi videoda nima tekin bo'lishini aytamiz.